Bugun sizlarga oddiy bitta tosh haqida gapirib bermoqchiman-da. Juda o'zimga judayam qattiq ta'sir qilgan, qaysidir ma'noda hayotimni ham o'zgartirgan desam bo'ladi. Buni ko'pgina kurslarimda ham aytib berganman, ayniqsa pul haqidagi kurslarimda ham aytib berganman. Bilasizmi, o'sha mavzu oldingi gapirgan mavzularim, ya'ni odam har doim o'zini ustida ishlab, kechagi o'zligidan bugungi o'zligi yaxshiroq bo'lish haqida yana ham gapirgim kelyapti, anglaganlarimni. Mana bu oddiy toshdek. Bundoq o'ylab qarasangiz, mana shu oddiy tosh ham aslida nimalardir bo'lishni xohlar ekan. Ya'ni buyuk bir nimalar yaratilishini ulardan-da Alloh bergan tosh ham mana shu oddiy toshdan uylar quramiz, juda chiroyli imoratlar qurilishiga sababchi bo'ladi-da. Mana shu imoratlarga siz havas bilan boqasiz. Shunchaki yerda yotgan toshga siz unaqa ahamiyat bermaysiz. Qaysidir bir rivoyatni eshitib judayam o'zimga chuqur ta'sir qilgan. Ya'ni ikkita tosh bir-biri bilan gaplashib qoldi. Bitta tosh yo'l chekkasida yotgan tosh ekan, oddiy tosh. Bitta toshdan haykal yasalgan ekan. Shunaqa chiroyli haykal ekan. Yo'lning yoqasida yotgan tosh aytibdi-da, men bitta narsaga tushunmayman. Nimaga ikkalamiz ham toshmiz, tosh bo'lib yaralganmiz Alloh tomonidan. Nimaga senga odamlar juda boshqacha munosabatda bo'lishadi, ehtirom ko'rsatishadi, changlaringni artib qo'yishadi, guldastalar qo'yishadi. Menga bo'lsa ovqatlarini yeyishadi-da, qoldiqlarini tosh orqasida ko'rinmaydi deb olib boradi. Mani atrofim to'la axlatga to'lib ketgan, ustlarim chang bosib ketgan, mashinalar o'tganda loy sachratib o'tadi, qaysidir biri suv sachratib o'tadi. Nimaga yaralishimiz bitta-yu, qadrimiz har xil degan ekanda. Mana shunda haykal aytgan ekanki, men mana shu holatga kelgunimcha qancha ustani yuvinishlaridan o'tganman. Qancha bolg'ani zarbini ko'rganman, qancha joyim o'yilgan toshni, yuragim qancha o'yilgan, o'yib olingan, mana shu og'riqlarga men chidab berganman. Sen buni zarbalarni, og'riqlarni his qilganmisan o'zingni tanangda degan ekanda. Demak, azizlarim, bundan shu narsa kelib chiqadiki, hayotingiz davomida sizni boshingizga tushgan ko'p narsalar biz o'ylaymiz, voy nega, qaysi aybim uchun, qaysi gunohim uchun deb ko'pgina holatlarni biz o'sha nolish bilan o'tkazib boramiz. Lekin aslida shu narsani fikr qilib ko'rsangiz bo'ladi. Demak, siz ham qaysidir ma'noda yo'nalibsizda, qaysidir ma'noda yaratganiga sizdan ham buyuk bir nima yaratyapti, san'at yaratyapti. Ya'ni sizni rivojingizga yordam beryapti. Mana shu axlatlar orasida hech u shaxsan o'zingiz tomonidan tan olinish va boshqalar tomonidan tan olinmagan holatda o'tmasdan o'zingizni ustingizda ishlashingiz uchun turtki beryapti deb his qilsangiz, mana shu his boshqacha narsa beradi sizga. Ya'ni har bir qiyinchilikdan o'tayotganda, demak Allohim rostdan ham mana shundan o'ta olishimga ishonar ekan. Buning uchun men aqlimni, asl donoligimni, sevgimni bera olishim kerak ekan va boshqa nazar bilan qarayotishim kerak ekan deganingizda, siz bir karra o'sasiz. Noliganingizda mana shu yo'l yoqasida yotgan toshni bir yo'nalishiga aylanasiz xolos. Ya'ni o'sha boyaga aytganimdek, Norbekovda birinchi eshitgan gaplarim shu bo'lgandi. Qarang, qanaqa yashayapsiz. Kimlardir 80 kilo bu go'sht bo'lib yashaydi-da. 80 kilo bu go'sht bo'lib ko'milib ketadi. Undan asar ham qolmaydi degan edi. Mana shu gapda ham qancha ma'no borligini his qilsangiz bo'ladi. Ya'ni qanaqa yashamoqchisiz? 80 kilo go'sht bo'libmi? Yoki mukammallikka erishmoqchimisiz? Yoki o'smoqchimisiz? Psixologiya nima uchun kerakligini sizlarga tushuntirish uchun aytmoqchiman.